Аңлаватқаныңла Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Ədəbi anlatış proqramımızı anlaşılığını qarşı alırıq. Bugünkü proqramımızda yazğıcı Xivir Tömürnің Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Abduqadir Damulla haqqında qissa namlıq tarixi romanını anlatışını başlayırıq. Biz qachongacha yatimiz? Agar uyqumizni ichib, hoshimizni topmaydigan bo'lsak, holimiz xarob bo'lur. Hadisda qiyomat kuni hammadan ko'proq azob chekuvchi o'z oilasini nodonlikda qo'yg'uchidir deb ko'rsatilgan. Biz yana nima uchun o'qitish usulimizni isloh qilmaymiz? Hozir Misr, Istanbul madrasalari islohot yurgizib, jiq unum hosil qildi. Men chinlagan odamning hammasi kelishdi. Bir oshu dahri domilli kammidi. Bu dahri oshundoq yo'g'nab ketdimi? Har qaysirda katta boylarning talabi shundoq bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir degan murtadning bir tom chiqinni ichmaydigan bo'lsam, Allohning bandasi bo'lmay ketay. Abduqodir domillam xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. U boshlagan ma'rifat yo'li porloq, u mangu davomlashadi, karvon to'xtamaydi. Alvida ustoz, yotgan joyim jannati bo'lsin. Elvida. Abdurdin 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarigacha bo'lgan g'oyat uzun yillar Shinjongni qorong'ulik, jaholat qoplagan vaqtlar edi. Siyosiy tuzumda mustabidlik, diniy e'tiqodda xurofotlik, bid'at avj oldi. Xalq xarzabullikqa, millat zavollikqa yuzlandi. Xalq turmushi kambag'allikka, ma'naviy hayot qahatchilikka uchrab, milliy hayot qo'rqinchli taqdirga duch keldi. Qorong'ulikda qolganlar yo'ruqlikqa, alokatlik taqdirga duch kelganlar hayotlikqa taqozo bo'lgandek, shu yillarda millat moddiy jihatdagi qo'shaqlikdan taraqqiyotga, ma'naviy qahatchilikdan ma'rifatga taqozo bo'ldi. Bu davr taraqqiyotining jiddiy talabi edi. Buni faqat zamonaviy yangicha ma'rif yo'li orqali amalga oshirg'ili bo'ladi. Shuning uchun 19-asrning 80-yillardan e'tiboran Tangritog'ning janubiy, shimoliy va sharqiy rayonlarida fanniy darsliklarni asos qilgan yangicha, ya'ni jadidi maktablar yomg'irdan keyingi bambuk notalaridek bix yerishga boshladi. 20-asrning boshlariga kelganda bo'libmi Shinxay inqilobi yillardagi umumiy uyg'onish davrida zamonaviy o'qitishga bo'lgan ehtiyoj kuchayganlikdan yangicha maktablar son jihatdan ko'payib qolmasdan sifat jihatdan yuksaldi. Qashqar, G'ulja, Turponni markaz qilgan ma'rifatchilar O'rta Osiyo va chet ellardan o'qituvchi ziyolilarni taklif qilib, o'qitish safosini yana bir baldaq o'stirdi va o'qimishlik ziyolilarni ko'plab yetishtirib, davr ehtiyojini qamdashga tegishlik hassi qo'shdi. Afsuski, bu yorqin ma'rifatchilik o'z taraqqiyotida tarixiy, ijtimoiy, siyosiy cheklamalar va to'sqinliklardan xoli bo'la olmadi. To'sqinlik oldi bilan siyosiy hokimiyatdan keladi. Shu davrdagi siyosiy hokimiyat xalqni jaholat, nodonlikda qoldirib, idora qilish siyosatini yurgizganlikdan xalqning uyg'onishini, ilm, bilim ilib dunyoga ko'z ochishini yoqtirmaydi. Shuning uchun yangicha milliy ma'rifga tish-tirnog'igacha qarshi turdi. Bo'libmi, istibdod Yang Zingshin davrida to'sqinlik chekidan oshdi. U buyruq tushirib, har qaysi joylarda qurilgan yangicha maktablarni taqatdi. Oxirda texmi ashaddilashib, umumyuzlik e'lon chiqarib, maktablarni yoptirgandan tashqari o'qituvchilarni, ma'rifatparvar ziyolilarni tutqun qildi va surgunga haydadi. Ibrat bo'lsin uchun ba'zi o'qituvchilarni qafasga sulab, Qashqardan Urumchiga oldirish chorasi bilan yo'l bo'yi shaharda sazoyi qildi. Shuning bilan bir vaqtda buyruq tushirib, viloyat, nohiyalarda sho'tang, ya'ni maktablarni qurib, o'quvchilar kelsa, hammanglar sho'tangda o'qinglar deb yangicha milliy ma'rifni chekladi. To'sqinlikning ikkinchisi diniy mutassiblardan keldi. Diniy to'nga o'rnib olgan bir turkum bid'atchilar, xurofotlikqa patgan ruhoniylar,
İşan sopula yenichi fanniy ma'rifga jon jahli bilan qarshi turib, turli yo'llar bilan to'sqinlik va buzg'unchilik qildi. Ular qandaqdir usuli jadid harom, uni o'qish dahriylik deydigan ig'vo xarakterlik asossiz bo'xtonlarni ko'tarib chiqib, yenichi ma'rifga to'sqinlik qilish orqali istibdod siyosiy hokimiyatga qo'lchumoq bo'ldi. Chet el muxolifatchilarimi bizning uyg'onishimizga to'sqinlik qilguvchi yovuz kuch edi. Chunki ular moddiy va ma'naviy jihatda foyda tepish uchun g'aflatda yotgan nodon elning davomli nodon bo'lishini xohlaydi. Yuqorqi 3 xil to'sqinlik ichidan yo'l echib mang'uchi o't yurak ma'rifatchilar yangicha ma'rifni yo'lga qo'yish yo'lida mislsiz g'ayrat shijoat ko'rsatib, qahramonlarcha olg'a bosdi. Turma va zanjir kishanlardan qo'rqmadi. Hatto bu yo'lda aziz jonlarini oyimay fidokorlarcha qurbon bo'ldi. Bu xil hayot mamotlik kurash bo'libmi Qashqarda moddiy hukmronlik qilgan davrda kaskinlashib chekiga yetdi. Urumchida Temir xalqiga suiqasd qilishda xizmat ko'rsatib, uning badaliga Qashqarga tetay bo'lib kelgan Mafushin bir qo'lida siyosiy hokimiyat, yana bir qo'lida diniy mazhabchilikni tutib, xalqqa dahshatli zulm soldi. Xalqning nodonligi va xurofiyligidan foydalanib, buzuqchilik, aysh ishrat, kayib sapoga berildi. Diniy mutassiblarni qo'llab, xurofotlikqa yo'l qo'yib, tarixiy taraqqiyotning mahsuli bo'lgan milliy ma'rifga tish tirnog'igacha qarshi turdi. Ma'rifatchilik to'sqinlikqa uchrab, milliy ma'rif ig'ir darajada vayron bo'lgan dal shu yillarda ma'rifatparvar olim Abduqodir Damulla bin Abduvaris Qashqari hijratdan aziz vataniga qaytib, Qashqarga keldi. U bu qitim qaytishida Misr, Istanbul, Buxoro, Toshkent olimlaridan usuli jadid vojib, uni o'qish zarur degan fatvoni elib kelib, ma'rifatchilik va islohotchilik bilan keng shug'ullandi. Uning yo'li masligi to'g'ri edi. Ishlab chiqarish kuchlarining taraqqiyot qonuniyatiga uyg'un, amaliy ehtiyoj talabiga bob keladi. Shuning uchun u oshgan yo'l nihoyat tezlikda Xinjiang bo'yicha umumyuzlik uyg'unish harakatiga aylandi. Uning amaliyati va tashviq targ'iboti orqali milliy hayotimizning kushandisi bo'lib kelgan ichki, tashqi dushmanlar va ularning hiyla-mekrlari rahimsizlarcha fosh qilindi. Shundaqla ularga qarshi chora tadbir o'ylab tepilishga boshladi. Bo'libmi Abduqodir Damulla va uning maslakdoshlari fidokorlik bilan ko'krak kerib chiqib, safning oldida turib, chet el muxolifatchilarga, istibdod hokimiyatga, diniy xurofotlikqa qarshi turdi. Bu xil amaliy va unumli harakatdan shu zamondagi hokimiyat, chet el muxolifatchilari, bir qism boylar va diniy mutassiblar aloqzodi bo'lib, g'am andishiga tushdi. Oxir bu qori kuchlar jo'sh urib rivojlanayotgan ma'rifatchilik va islohotchilik harakatiga qarshi turish yuzidan suiqasd uyushtirib, ma'rifatparvar islohotchi olim Abduqodir Damulla bin Abduvaris Qashqariyni shahid qildi. Qissamizning qisqacha tarixiy orqa ko'rinishi ana shulardan iborat. Birinchi bob bilim, iqtidor va iftixor. Qashqar xonliq madrasasi. G'arbi tarafi xoniqa, shimol va sharq taraflari kichik hujurlar bilan o'ralgan chasuhoylar bugun peshindan keyin boshqacha jonlangan edi. Egiz ham haybatlik peshayvon ostida 10 ga yaqin talib baayni shirniga o'lashgan harladek g'ujmaklashib, qandaqdir bir kitobni cho'nqur ishtiyoq bilan qo'ldan qo'lga elib ko'rishadi. Qizg'in muhokama qilishadi. Ularning kitobga bo'lgan muhabbati, o'tliq talmurishi va hayajonlanishlar har qanday kishining zuqini qo'zg'ab, havasini keltiradi. Ilmiy darajasi universitetga teng keladigan oliy bilim yurti. Qashqar xonliq madrasasida ilm tahsil qilayotgan talib xalfatlarning orzu istaklari, sevgi tilaklaridan elib aytganda, bilim elish, ilmda biror cho'nqurlikqa yetish.
birər yeni fikirge ega boluş, paydığı heriz ticaretçinin sərləb oltun, cınlap kümüş tapqanıdın mu artıq xuşallık hesaplanatdı. Çünki ular bütün vücudu bilen ilim talab qılğucular. İlimge bəcanidil muhabbet bağlıqçılar idi. Ular birər kitapqa ega bolsa, kümüş egerlik şahana arğamaqa ega bolğandın mu artıq xuşal bolatdı. Bu, ularning o'quvchilarga xos muhabbati, ishtiyaqi xususiyati. Ular kitobdan lazzat elib, ilm bilan oziqlanadi. Bilim bilan yashirib baraqsan ko'klab, insonlar jamiyati uchun tatliq meva bermoqchi. Salqin soy tashlab, huzur halovat baxsh etmoqchi. Sorunning kayfiyati barg'ancha ko'tarilib, yangi talablar bilan to'lmoqda. Mutali'a va munozira qizimoqda edi. Taliblar nima degan jo'shqin ha? Xuddi jo'sh urib o'rlayotgan quyoshga o'xshash. Muhokama boshlansila, ular baygiga tushgan otlardek bir-biridan g'olib kelishga tirishib, har kim o'z fikrini olg'a surib, hammani besib tushadigan yuqori pallaga ko'tarishadi. Fasohatlik so'z iboralardan foydalanib, mo'jiza va sehriy quvvatga to'lgan hashamatlik saroy yoki tilsimotdek puxta qo'rg'on yasab chiqadi. Ikkinchi biri uningdanmi yeni. Cho'nqur fikr uqumlarni ko'tarib chiqib, oldingi qo'rg'onni buzib tashlaydi yoki oldingi fikrni quvvatlab to'liqlaydi. Va yoki jumlaga chekib qo'yib, jon kirgizgandek oldingi fikrga mazmun ham ma'no qo'shib, texmi jonlantiradi. Taliblarning diqqati birli kitobga. Hamma kishi o'rtaq qoyil bo'lishgan. Uzundan ko'rish orzusida bo'lib kelgan Gulistonning tarjimasi Shavqi Guliston musavvariga markazlashgan edi. So'z munozirlarmu bu markazdan chatnamaydi. Nima degan chiroyli yozilgan ha? Dedi taliblardan biri qattiq chamdan ishlangan Moshrang muqovining dal o'tirsig'i yozilgan Shavqi Guliston musavvari degan o'yma xatga to'ymasdan qarab. Darvaqa, kitobning nomi chiroyli va ko'rkam yozilgan. Xat nusxasi obdan tanlangan bo'lib, husn xat babida kamolatga yetgan edi. Ismi jismiga loyiq Gulistondek yozilibdi. Chekitlar xuddi Parizat husniga go'zallik baxsh etgan holdek. Qalmi pishqon kotibgan, kamolatga yetkazibdi. Muqova loyihasidagi go'zal san'atning sehriy kuchidan huzurlangan taliblar taraf-tarafdan fikr qilib, tahsin va opirin o'qishdi. Gulistonning Chag'atay tiliga tarjim qilinganligi ilm dunyosida kichik ish emas juma. Dedi saqilini yengli qirdirib, qaychilatgan oq pishmoq talib kitobni echib etib. Nima deganlari u? Bundaq ulug' xizmatdan jahonda yana biri tepilmas. Kitobga naqda qadilib o'ltirgan yana bir talib cho'chib beshini ko'tarib, so'zlagash atrofdagilarga qarab qo'ydi. Uning cho'ng echilgan ko'zlaridan o'z tushunchasining mutlaq to'g'ri ekanligiga ishonganligi chiqib turadi. Bu xizmatning ulug'ligini bir eg'iz gap bilan ifodalamak tas. Dedi uchinchi bir talib so'zga orilishib. Uning talaffuzidan kuchli hayajonlanish chiqib turadi. U jiddiy qiyofatda davom qildi. Avvalgidek Gulistonning Parischa iborasini bir o'qib, ondan ma'nosini yeshimiz deb o'ltiradigan harash tugabdi. Mana endi har qanday kishi Gulistonni ichib o'qiy oladigan, ma'nosini tushuna oladigan bo'pti. Shundaqqa xizmatning ulug'ligi mana mushiyada. Uzundan beri arab va Paris tillarida dars o'qib, riyozat chekib kelayotgan taliblar Gulistonning Chag'atay tiliga tarjima qilinganligiga ayni shunda xushal bo'lishgan edi. Kitob echildi. Ajoyib nafis gul naqshlar bilan zinnatlangan ich muqova xuddi parda echilgandan keyin tomoshabinlarni o'ziga jalb qilgan sahna dekoratsiyasiga o'xshash taliblarni o'ziga tortgan edi. Sahifa cho'risidagi jazbidor nafis gul naqshlar. Avtorning ismi. Ko'rkam chambarak ichiga huzn xat bilan yozilgan kitob ismi.
uning ostidagi kichiklatib yozilgan masnaviy, eng ostiga yozilgan nashr qilgan o'rinning nomi, vaqt qatorliqlar umuman muqobil loyihasida namoyon bo'lgan yuksak mahorat kishining zo'qini keltiradi. Tabaqiy guldilimni qilmas chaq, gulistonimdan ol bir yaproq. Taliblardan biri kitob nomi ostiga kichiklatib yozilgan birinchi masnaviyni o'llik va jarangliq o'qidi. Nima degan tatliq, nima degan jonliq til, ha? Dedi bir talib tillarni tamishib. U beshini bilinar-bilinmas chayqab, qattiq hayajonlanganligini ifoda qiladi. Lillah so'zni qilganda tarjima tili aslidagi fors tilidan necha barobar jonliq ham tatliq chiqqan. Dedi yana bir talib yuqorqi so'zni quvvatlab. Gap tarjimanda. Albatta shundoq. Agar tarjimonning ilmi va qalam quvvati kuchli bo'lmaganda, Chag'atay tilining jonliqligi, tatliqligi, fasahati bu qadar namoyon bo'lmagan bo'ladi. Tarjimon kimkan? Toshkentlik Murat Xo'ja Eshon Hazrat. U kishi o'zi tarjima qilgandan tashqari yana o'z xirojati bilan nashr qildirib tarqatgan. Barakalloh. Nima degan zo'r himmat bu? Odam boshqa gap, himmat boshqa gap. Ko'rinishda beparvodek o'tirgan kang peshona, o'ri ko'z, qovuzlari ichiga kirib ketgan yodonqi chiroy bir talib birdilla so'zga orilishib davom qildi. Agarchanda Murat Xo'ja Eshon Hazratlari himmat qilmagan bo'lsa, bu kitob tarjima qilinmagan bo'ladi. Shundaqmi? U savol nazari bilan ko'pchilikka qarab qo'ydi. Beparvo, xomush ko'ringan bu talibning og'zidan chiqqan bu xil o'rinliq fikr atrofdagilarni hayron qoldirib qolmasdan, balki ularga himmat masalasida ilhom bag'ishladi. Tarozda to'xtug'idek gap bo'ldi. Himmatsizlik mevasiz daraxtga o'xshaydi. Himmatsiz mulla yepak qusmagan qurt bilan barobar. Ko'pchilik taraf-tarafdan fikr bayon qilib, himmat egisi Murat Xo'ja Eshonni ko'ki ko'tirayotganda, heliqi ko'rimsiz talib yana so'z boshladi. Meva yeganda bog'vanni, suv ichganda quduq qozuvchini untib qilishga bo'lmagandek, kitobni Chag'atay tiliga so'zma-so'z muvaffaqiyatli tarjima qilib chiqqan Murat Xo'ja Eshon Hazratlarini hargizmi unutmasligimiz kerak. Bu texmi lillo gap bo'ldi. Albatta unutmasligimiz kerak. Cho'ng ishlarda himmat qila olmasakmi, Murat Xo'ja Eshon Hazratimni duoda yod etib turishimiz lozim. Dedi bir talib uning so'zini ma'qullab. Gulistonning tarjimasiga nisbatan minnatdorlik yuzasidan bo'layotgan qaynoq so'z fikrlar ichida kitob varaqlandi. Har bir bob sahifa qurlardagi hikmatlik so'zlar. Ajoyib cho'nqur ma'nilik qisqa ibratlik hikoyatlar, nazmlar. Izohatdagi sharhiy tushunchalar taliblarni o'ziga tortib, go'yo ularni hikmatlik so'z javharlardan rangarang gullar echilgan ajoyib go'zal bir gulistonga boshlab ketadi. Taliblar Sa'di Shirozining kishini hayajonlantiradigan mehnat xazinasiga shu qadar maftun bo'ldiki, o'zlarini unutishgan holda bir iskatda yozilgan chiroyli husn xatlarga, kishini hayron qoldirgudek ixcham va tushunishli izohlarga, ba'zi sahifalarga sizilgan oddiy ammo mazmunga boy sizma rasmlarga qadilib qarab, ulardan cho'nqur estetik zo'q elishdi. Kitobning oxirgi sahifalari mashhur islom olimlari yozgan taqrizlar, ya'ni beg'ishlamalar bilan to'lgan edi. Bularning ichida Abduqodir Domulli yozgan taqriz ko'zga alohida tashlanib, cho'lpondek chaqnab turadi. Ma u taqrizni o'qiyli, dedi bir talib jiddiylashib. U begiz qo'li bilan Abduqodir Domulli yozgan taqrizni ko'rsatib, o'qishni tashabbus qildi. Diqqat bir nuqtaga markazlashdi. Bir talib yuqori ovoz bilan o'qishga kirishdi. Zihi mujdaki dil oinasini musaffa qildi bu sharhi Guliston. Dimog'i ahli ma'no bo'ldi ondin sarosar atrazaru sunbuliston. Ma'orib matli'i avroqi oning
kelib alfozi go'yo bulbuliston. Savodi xatlari uchun zulfi dildor, qilur tolib xayolini shabiston. Nuqati dastigohi zibu zinat, nazomini sarapa shakkariston. Ajab gulshanki doimdur bahori, tumuz bo'lsun kuz olsun yo zimiston. Taajjub qilma bu gulshan murodi, iloji dardi mahmuranu maston. Agar shahbozi fikr qilsa javlon, bulur sharrahla tafsil dabiston. Muradi bulbulan desam sazadur, bali loyiq anga shavqi güliston. Vali madhida qasirdur iborat, guli ta'rifini qil matlubiston. Bu misra g'unchadin ochildi ta'rix, muradi bulbulan shavqi güliston. Damulla Abduqodir 1327-hijri. Yarallah, birodarlar! Islom olimlari qatoridan bir kishilik o'rin tutib, ilm osmonda cho'lpandek chaqnagan Damulla Abduqodir bin Abduvaris Qashqariyning bilim iqtidoriga barakalla tovlab, bir davr samo solsak qandoq? dedi taliblardan biri o'rnidan dast turib. To'g'ri fikr. Samo solayli, beshimiz osmonga taqashsin. Taliblar taraf-tarafdan ovoz qo'shdi. Kimdir biri ig'izcha shodiyona muzika chaldi. Samo boshlandi. Hamma talibning kayfi chog', chehri ochiq, bo'yi yengil edi. Xuddi ichiga issiq yel qochilangan shardek sakrashatdi. Samo 5 minutgacha davom qilib, ondan besildi. Cho'lning bag'ri yomg'irga to'yingandek, bugun ko'ks qornim iftixorga to'yindi. dedi heliqi saqili qaychilangan oq yuzlik talib. Uning ko'zlaridan iftixor nurlari yomg'irdak qo'yilib turadi. Dunyoda o'z ichidan chiqqan donishmand olimlari bilan ta'xirlanmaydigan el bo'lmaganidek, taliblarning bugungi tantanasimi buningdan mustasno emas edi. Lekin taliblar ilmda olg'a intilishchan keladi. Har ishning tegiga yetishni istaydi. Ular mavjud holatga hech qachon qanoat qilgan emas. Doim dalillarni to'liqlab, faktlarni takomillashtirishni orzu qiladi. Yarallah, to'zib ketmay, birdam saqlab turinglar. Sizlarga bir paket ko'rsatay. Bir talib o'rnidan dast turdi-da, hujra tarafga oldirab yo'rg'ilab ketdi. Bu talib yeshi 40larga berib qolgan kamsiz, eg'ir besiq, o'qishda oldingi qatorda turadigan xalpatlardan edi. Taliblar uning hujraga munda qizg'in kirib ketayotganligiga qarab, har xil gumonlarda bo'lishgan bo'lsa-mu, har holda bir yangilik ko'rsatdi deb ishinatdi. Xalpat ancha hayol bo'lmayla hujradan qaytib chiqdi. Qo'lida qandoqdir bir narsa bordek qiladi. Sho'ra, dedi o'tkir ko'zlik taliblardan biri yenidikilarga shivirlab. Yangi sollardan bo'z kerak. Sho'ra Tatariston markaziy Qozonda uzun yil nashr qilinib, keng tarqalgan yarim oylik ilmiy jurnal bo'lib, uningga tarix, falsafa, adabiyot va boshqa fanlarga doir ilmiy maqolalar besilib turadi. Mashhur olimlar, professorlar, doktorlar, yozuvchilarning asarlari e'lon qilinadi. Shunga uning mushtari, ixlosmandlari ko'p bo'lib, qiziqib o'qiydi. Bo'libmi taliblar o'tirsida go'harga o'xshash e'tiborlanib, qo'ldan qo'lga o'tadi. O'zaro shivirlashib, o'ziga taqozolik bilan talmurib o'ltirganlarning yeniga kelgan xalpat ularning o'tirsiga cho'kdi-da, sho'ri majmuasini varaqlashga boshladi. Sizlarga bir maqola ko'rsatmoqchiman, dedi u jiddiylashib. Uning qo'llari titraydi. Gahi varaqlarni ajratolmay titrab turib qolganda, bo'yanqi taliblar titit bo'ladi. Hamma odamning ko'nglini taqozolik qoplagan edi. Qandaq maqola? Abdur kim? Yangi kelgan jurnalmi? Kim og'ish gapdi? Jurnal egasi yuqorqi savollarning biriga javob qilmasdan varaqlashni davomlashtirdi. U bir hozirdan keyin to'xtab, bet-beshidan boshlangan adabiy bir musahiba sarlavhilik maqolani ko'rsatdi-da,
Diqqat! Biz mushu maqolni o'qiymiz. deb e'lon qilib, jarangliq o'qishga boshladi. Adabiy bir musohiba. 1915-yili 23-son Sho'ro majmuasida bayoniy haqiqat sohibining Javohirul Eyqon asrini avval ko'rgan vaqtimizda avtorni Sham yoki Misr o'limolaridan bo'lsa kerak deb hukm qilgan edik. Buxoroda o'qigan bir odamning arab tilida bu darajada fasih va tabiiy qasida so'zlashga qudrati yetadiganligi xotirimizga kelmagan edi deb meni shoyon va iftixor qilgan ekan. 1916-yili 7-son Sho'roda Olmutoliq Sobirjon Shokirjon apandi bayoniy haqiqat maqolasini yozg'uchi Damulla Abduqodirni Sho'ro idorasi Buxoroda o'qigan odam deb ko'rsatibdi. Meningcha bo'lganda Sho'ro idorasining burunqi ko'z qarashi bo'yicha mazkurni Misr o'limosi deb hisoblashimiz to'g'ri ekan. Agar xatolashmagan bo'lsak, u kishi Misrda 8 yil o'qigan bir zot deydi. Sobirjon apandi Sho'ro idorasi xatolashdi deb hukm chiqarib, o'zi texmi cho'ng xatolashdi. Chunki o'qishimning Buxoroda bo'lganiga bayoniy haqiqat sarlavhalik maqolam adli dalil va adli shohid bo'ladi. Bu hukmlar mening to'g'ramda bo'lgani uchun bir oz izoh bermakka majbur bo'ldim. Sobirjon apandi Buxorodagi tahsil tartiblardan to'liq xabardor bo'lsa kerak. U hozirgi zamonda Buxorodan undaq zotlar chiqmayli qo'ysin demakchi bo'ladi. Mening o'qishim Buxoroda bo'lgani uchun, shuningdek, Buxoro tartib va tadrislardan to'liq voqif bo'lganim uchun bir oz so'z bayon qilish hojatlikdir. Dastlabki o'qishim Qashqar nohiyasi, o'z yurtim Ortush, ya'ni Otish qasabasida bo'ldi. Keyin Qo'qonda 2 yil o'qib, Hijriya 1309-yilda Buxoroga bordim. U yerda 8 yil o'qib, Buxoro odatchi imtihon berib, o'z vatanimga qaytib keldim. Buxoroda 7-8 yil o'qigan bo'lsam-mo, sop vijdonim va ba'zi haqiqatchi zotlarning so'z suhbati, yo'l ko'rsatishlari Buxoro tahsilimdan hosil bo'lgan xurofotlik, gumonxo'rlik zulmotidan, shundaqla mantiq kalom, falsafa kitoblarining sharh hoshilari, qatma-qat uzundan uzunga so'zilgan safsatlardan hosil bo'lgan xurofot zanjir kishilaridan aql fikrimni ozod qildi. Hozirgi zamonda Buxoro tahsil tartiblari e'tirof qilib yo'l qo'yib kelayotgan hoshiyxonlikning sop aqidalarini buzib, hur va ozod aql fikrini zaharlantirmakdan boshqa hech sarmasi, ya'ni foydasi yo'q desa xato bo'lmas. Ilm yuzidan ilib etganda Buxoroning sharif bo'lishi bema'na, bemaza hoshiya o'qiganlikdanmi yoki eski Yunon xurofotlarini rivojlantirmoq uchunmi yoki Ko'kiltosh, Mir Arab, Havzi Divonbegi degandek hashamatlik madrasa binolarining bo'lganligidanmi va yoki islom olimlari muxoliflarning tajovuzchilik dahshatidan chorasiz qilib, istiqbol va oxirat andishasidan voz kechib, g'aflat va bekorchilik bilan zoya bo'lib ketayotganligidanmi? Ajaba Janobi Haq butun islom olamining o'limolariga, bo'libmi Buxoro domullariga insof bersin. Mening bilishimcha, Buxoroning sharifligi o'tira asrlarda uning ilm chashmisi, ya'ni bo'liqi, ma'rif matlai, ya'ni ilm qaynab chiqqan joy bo'lishidan edi. U Abu Hafsi Kabir, Alvoni, Maturdi kabi zoti olimlarni yetishtirgan edi. Hijriya 1324-yili Muborak Haj Baytulloh safariga niyat qilib, haj ado bo'lgandan keyin İstanbul'da 2 oy turib Misrga bordim. U yerda Tatar talibalarining yo'l ko'rsatishi bilan Risht Rizo janoblari, Allivo majmuasining sohibi va mudir Mustafa Komil, madrasa Tazriya kabiri, mudiri Sayyid Muhammad apandi, Farid va Jaddi kabi zoti oli janoblarning musohibalaridan tajdid, ya'ni yangilik va isloh to'g'risida oliy fikrlar kasb qilib, Misrda 2 oy istiqomat qildim. Bas, uningdan keyin vatanimga qaytib, aholini taraqqiyotga va
tajdid, islohotga dalolat qilishga boshladim. Oxir bu dalolatim vatandan ayrilishga sabab bo'ldi. Yana Qo'qand, Buxoroga bordim. Baxtga yarasha Buxoroga borgan kunlarimda usuli jadid harom. Onu o'quvchi Dahriy degan fatvo o'rniga buyuk ustozlarimdan usuli jadid vojib, onu o'qish zarur degan fatvo maydonga chiqqan edi. Buxoroda bir oz turib, Hijriya 1329-yili Olmuta yo'li bilan G'uljiga ketib o'tdim. Eliqi Sobirjon apandi bilan Olmutada uchrashib qoldim. Shu safarimda Qo'qand shahrida Javohirul Eyqon, Miftahul Adab ismli asarlari maydonga chiqdi. Bu asarlarni ba'zi do'stlarim shura idorasiga avatib bergan bo'ldi. G'uljidan yurtga qaytib, avvalgi maslakda davom etib, tartib jaddiy isloh va taraqqiyotlar to'g'risida aholiga tashviq va targ'ib etdim. 1915-yili 23-sonliq sho'roda bayoni haqiqat degan maqoldagi majrolar paydo bo'ldi. Buxoroda Xiva xonliqidan zaharlangan aql va fikrimning shifo topmoqligiga yana bir sabab. Buyuk olimlardan Ibn Taymiya, Ibn Qayyum Javziya, Jamoliddin Afg'oniy, Shayx Muhammad Abduhay hazratlarining asarlarini mutolaa, mulohiza qilmoq va zamoni hozirdagi tarjimon, Vaqt, Shura kabi foydali gazet jurnallar maslaklariga mutabiat aylamak bo'ldi. Hali hozirning peshqadamlarimizga mutabiat yuzidan Buxoro tartiblari, ilm mantiq, kalam falsafa tadris va mukolimalarga mashg'ul bo'lsam-mo, lekin ziyoli shogirdlarga tafsir, hadis, ilmu amoyilardan ta'lim bermoqdaman. Bu shogirdlar Shura, Vaqt, tarjimon qatorliq jurnallarni kamoli zavq, shavq ila mutolaa qilmoqdalar. Bu foydali asarlardan bahravar qilgan kishining vijdoni ko'nliqdan yuz o'rib, islohot taraqqiyot yo'lidan qaytmas. Ehtirom bilan Damulla Abduqodir Muddarisi Kashgar, 1916-yili 19-aprel. Voy, bak yaxshi yezilibdi. Yashab ket Damulla, dedi ba'zilar xushalliq va iftixor tuyg'usini ichiga sig'dira olmay. Ba'zilar yashab ketdi mulla deb shuar to'lashdi. Ba'zilar ta'sirotdan bo'shishib o'zini o'ngdisiga tashlavatdi. Bu maqola o'z qudrati bilan shunchalik ta'sir qo'zg'adiki, hayajonlangan taliblar xeyligacha o'zini bosolmay yoki xushalliqini qandoq izhor qilish yo'lini topolmay uzungacha tengirqashdi. Texe, Javohirul Eyqonni Sham yoki Misrda o'qigan kishi yozgan deb hukm qilishgan ekan-da, dedi bir talib xeylidan keyin g'azab bilan tishlarini kirishtirib. Oxirida dimoq qiyqib qo'ydi. Uning dimoq qiyqishila nurg'un ma'no va ochiq hissiyotlarni tushuntirdi. Xalta ko'chaga kirib qolgan birining ko'z qarishig'i bu, dedi bir norozi bo'lgan ohangda. Buxoroda o'qib yetishgan Qashqarlik olimning Javohirul Eyqondek bir kitobini yozib chiqa oladiganligi ularning uxlab tushishigimi kirmagandi balki. Ilmda undaq tarqaraydigan bo'lsa, olim Mahmud Qashqari bilan Yusuf Xos Hojibni qo'yadigan o'rin topolmay qolmamdi. Dalillar oldida baribir og'zi tuvoqlanadi. Taliblar taraf-tarafdan fikr bayon qilishib, uzungacha ta'sirot so'zlashdi. Bilim iqtidor egisi, nodir asarlar sohibi, ma'rifatparvar, taraqqiyparvar, islohotchi olim Abduqodir Damulla bin Abduvaris Qashqari ana shu taqlidda keng jamoat va taliblar qalbidan o'rin elib, iftixorga aylangan edi. Ikkinchi bob, salom Qashqar. Bag'ringga intildim ey ona vatan. Qo'yningda yashashqa bosdim men qadam. Umidim bo'lganda xalqim bilimlik. Tugaydi qalbimda hasrat va alam. Al-G'ozi. Salom sana azizona Qashqar. Salom sana ey suyumlik diyori Qashqar. Natvan o'g'ling seni yurakdan seg'inib, tiraqingda o'rtinib,
yılandek to'lg'inib keldi. Haystavab adasidan keyin Qahira, İstanbul, Qazon, Ufa, Buxara, Almuta, Toshkent, yana nurg'un shahar yurtlarni ziyorat ham sayohat qilib, G'ulja orqali o'z yurtiga qaytgan hoji Abduqodir Damulla bin Abduvaris Qashqari kendi qini to'kilgan ona yurti Qashqarga. Shahar bosug'isi qo'rg'on Kerambaq chabihisiga kelganda otdan sakrab tushdida qo'lini ko'ksiga ilib ehtirom bilan salom berdi. Uning vujudi hayajondan titraydi. Yurtning muaddar xush havosiga to'yinmasdan cho'nqur nafas oladi. İntizorlik bilan talmurib atroflarga o'tliq nazar tashlaydi. Ana uning oldida Qashqarning shirin jini. Hayoti qini hisoblanadigan tarixiy qadinos tuman daryosi quyosh nurida barq urib, kumush tasmadek parqirab ravon oqmoqda. 1000 yil, 10,000 yil, balki uningdan uzunroq daryo umrining jonliq shahidi bo'lgan daryo kotiki go'yo cho'nqur qezilma qurilishdek ajoyib va g'aroyib ko'rinsa, ikki tarafdagi yordamliqlarning agri to'qay tumshuqlari xuddi daryo bo'yidagi o't cho'pliklar ichidan daryoga qoritib cho'ktirib qo'ygan nar to'gilardek qiziqarli ko'rinadi. Daryo kotiki nima degan cho'nqur, nima degan kangri ha? Qo'rg'on yoki jon qo'rg'on ustida turib qaraganda necha 10 metr tuvan ko'rinadigan daryo kotiki o'z cho'nqurligi bilan kishining aqlini lol qiladi. Uning kangligi cho'tehi. Iqin ichida barpo qilingan qo'yuq mahallalar, bog' ho'ylilar, tugmallar, terilg'u yerlarning ko'pligi kishini texmu hayron qoldiradi. Bu qadar cho'nqur va kangri daryo kotiki, bu qadar ko'p bog' etizlarni barpo qilishdagi kuch-qudrat va hikmat muhabbat zodi nima? Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Hala bugungi kelgucha vatan, xalqim uchun arzigidek bir xizmat ko'rsataliginim yo'q. Biz bu illatlarimizni irg'itib tashlab, ulardan vaqtida qutulishimiz kerak. Buning yagona yo'li ma'rifat va islohotdir. 8 jannatning go'zalliklaridan nasiba olgan bizning azizona Qashqar o'zidan yetishib chiqqan olim o'g'lonlari bilan faxrlanishnimi, ularga izzat hurmat qilishnimi obdan biladigan katta shahar. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat